Kırgız elim, Özbek halkı dep süйлesem köpçülük üstümen külöt. Uşul Özbek balanın süylөгөнүн уккула достор, жакшылап. O'zbek, qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq bir-birini so'kayotgan ko'rib qolasizlar izohlarda. Bu nimaga o'xshaydi bilasizlarmi? Bitta oiladagi 4 ta aka. Yoshligida urush janjal qilib yuraveradi, lekin vaqt o'tgan sari aka-ukaligini bilib aqli kiradi. Lekin bizga hali ham kirmayotganga o'xshaydi o'sha aql. Nimaga deydigan bo'lsangiz, izohga kirsangiz, qoraqalpoq o'zbek yo o'zbek qoraqalpoqni, qozoq o'zbekni, o'zbek qoraqalpoq, xullas kashavarimiy bo'layotgan bo'ladi. Lekin biz bu xatoni 19-asrda qildik. O'sha xatoyimiz orqasidan, ya'ni bir-birimiz bilan urushganimiz oqibatida tepadan bittasi kirib keldi, boshimizga yaxshilab bitta yerdi, qo'l qilib oldi. Qachon biz bir-birimizni kuchaytiramiz, bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Asliga oladigan bo'lsangiz, 4 ta aka-ukamiz xolos, bitta millatda 3 ta qavm. Bo'ldi shu xolos, bir-birimizni 90% tushunyapmiz. Bunda bitta narsa bor deb hech o'ylab ham ko'rmaganmiz. Aka-ukamiz o'zi. Bo'ldi. Hali qirg'iz birodarimiz aytgan. Ulutu jamon deb so'ylab turgandir, onların jan duygumni so'rgandir. Kırgız, Özbek, Kazak, Karakalpakistan bar bir tugan degenler dostlar kommentariga o'zingizning ой пикириңерди калтырып кетиңиздер. Assalomu alaykum. Hormatly yoshlar, jalpаңарга aytarım. Uluttu jaman deb bölgönдөр, alardın jan düynösü ölgönдөр. Uluttu jaman deb süylep turganдар, alardı dağın aytam, Kuday urganдар.